Assalomu alaykum. Sahifamizga xush kelibsiz. Bugungi vlogimiz Koreyaning yoshlar-bob, zamonaviy, qiziqarli ko'chasi Myeongdong haqida bo'ladi. Ushbu ko'chaga bundan bir necha kun oldin kelganimda rosa vlog olishni xohlagandim. Inshaalloh bugun ushbu ko'cha haqida, ushbu ko'chaning mashhurligi va qiziqarli joylari haqida video joylab, o'zim xabardor bo'lgan ma'lumotlarni bo'lishib borishga harakat qilaman. Rahmat. Eng yaxshi ko'rgan ishlarimdan biri va hobbilarimdan biri bu shopping qilish, do'kon aylanish, yangiliklarni ko'rish. Shuning uchun Koreyaga kelgan vaqtim hozirda aynan Koreyada mavjud bo'lgan har xil foydali kosmetik vositalarning tarkibini o'rganib, agar u kosmetik vositalar bizni iqlimimizga, insonlarning muammosiga yechishga to'g'ri kelsa, ularni Instagram orqali reklama qilib O'zbekistonga jo'nataman. Shuning uchun ham hozir menga ko'proq Alivian, Chikor, Tirtir kabi do'konlarni aylanish va xarid qilish qiziq. Markaziy ko'chalar. Bu ko'chalarda har xil do'konlar, oziq-ovqat do'konlari, shuningdek kafe uchratish mumkin. Hozir soat 10 bo'lmadi hali. Ertalabki 9 dan 43 daqiqalar o'tdi. Shuning uchun ham Alivian do'koni hali ochilmagan. Do'kon soat 10 da o'z faoliyatini boshlaydi. Ochildi. Hozir o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tanlashni boshladik. Konsepsiyasi menga juda ham yoqadi. Sababi bu yerda faqatgina beauty, ya'ni go'zallik sohasiga emas, salomatlik, health sohasiga ham e'tibor beriladi. Shuning uchun ham uni shiori health and beauty deb nomlanadi. Hozir men turgan qatorda kosmetikalar bilan bir qatorda yeguliklar ham sotiladi. Sizlarga ularni ko'rsatib ketmoqchiman. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda snacklar joy olgan. Yana bir qiziqarli tarafi bu snacklarni shakar miqdori ko'p emas. Ya'ni agar siz diyeta qilayotgan bo'lsangiz ham ularni iste'mol qilishingiz mumkin. Qizlarni aynan ozayotgan paytida sevimli mahsulotlari ham bor. Bu proteinlar. Agar siz qo'shimcha vitamin iste'mol qilishni xohlasangiz, bu mahsulotlar tavsiya qilinadi. Shu o'rinda aytib ketaman, tan olish kerak, Koreyadagi barcha mahsulotlar ham 100% halol emas. Ya'ni ko'pini tarkibida cho'chqa mahsulotlari bo'lishi mumkin. Va barchasini ko'rsatgan vaqtimda tavsiya qilaman degani emas. Sababi zararli bo'lishi mumkin va albatta harom bo'lishi ham mumkin. Mana sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu tarkibida shakar yo'q bo'lgan, ko'pini tarkibida shakar yo'q bo'ladi yoki juda ham kam bo'ladi. Sababi maqsad ozayotgan vaqtda, ya'ni vес tashlayotgan vaqtda ichish. Va yana bitta ularni yaxshi ko'rgan mahsuloti bu mana shu proteinlar. Bular ichida parashok bo'ladi. Ichida parashok. Buni boshqachalarini ichib ko'rganman. Qiziq mazasiga qiziqib.
va bu yerda ko'rib turganingizdek liniya bo'ladi. Buni ichiga aynan mana shu liniyada ko'rsatilgangacha bo'lgan sut miqdori solinib, aralashtiriladi. Qo'lda qopqog'iga yopib aralashtirilib ichiladi. Haqiqatan ham qorinni to'q tutishga yordam beradi va bu qo'shimcha biotik hisoblanadi. Bu imkoniyat 6-iyungacha davom etadi. 2026-yil. Albatta ushbu mahsulotlarni portal orqali xarid qilishingiz mumkin. Buning uchun Instagram yoki Telegramdan bog'lansangiz bo'ladi. 6的时候可以。cái mù一直这样做，白菜水晶啊，Sizga zarur bo'lgan narsalarni oldim, lekin yana ham ko'proq narsa olardim. Pasportim uyda qolib ketibdi. Agarda pasport bilan kelsangiz, shunaqa magazinlarga chet elda sayohat vaqtida ular sizga taksi free qilib berishadi. Ya'ni ancha tejab qolishingiz mumkin. Soliqni to'lamaganingiz hisobiga. Hozir menda uyda qolib ketibdi pasport. Shuning uchun risk qilgim kelmayapti xarid qilib. Chunki qo'shimcha to'lashimga to'g'ri keladi. Yurtimizda havo quruq bo'lganligi uchun va changli bo'lganligi uchun eng ko'p kuzatiladigan muammo bu po'ralar va qora nuqtalar. Agar sizda ham muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Medicube aynan tarkibida AHA kislotasi bor bo'lgan pedlari siz uchun mos. Shu pedlarni ishlatib ko'ring va buni nimada aynan portal orqali xarid qilishingiz mumkin. Mahsulotlarni ham alohida aytib o'tishingiz kerak. Bu yuzga lifting berishga yordam beradi. Agar yuzingizda osilishi kuzatilayotgan bo'lsa, pedlardan foydalanib ko'ring. Tavsiya qilishdan charchamaydigan narsam bu Skin Food firmasini aynan mana shu sabzili pedlar hisoblanadi. Agar yuzingizning teksturasi buzilgan bo'lsa, shuningdek yuzingiz qizarishga moyilligi bor bo'lsa, ushbu pedlarni ishlatib ko'ring. Ayniqsa agar masalan ko'pchilik retinoldan noto'g'ri foydalanadi va kuchli antioksidantlardan noto'g'ri foydalanadi, yuzni baryerini buzib qo'yadi. Hamma narsa ishlab turganda yuzingiz charchagan bo'lsa, tinchlantirishga ham yaxshi mahsulot. Kerakli hamma narsalarni oldim. Hozir endi kassaga o'chirib turamiz. Odam chunki haqiqatan juda ham ko'p. Fix mahsulotlari zo'r makiyaj qotiradigan fiksatorlar hisoblanadi.
Koreyadagi eng to'ppi SPF Centellaga ham hozirda 20 lik ketmoqda. Shuningdek, ularni ham bittada ikkita xarid qilishingiz mumkin. Mahsulotlarni xarid qildim. Kayfiyat yaxshi. Endi shoppingimizni davom ettiramiz. Ahamiyat bergan narsa bilasizlarmi? Bu Sephora do'koni bor. Bu xuddi internetda o'qib ko'rganimda Koreyani Sephora do'koniga o'xshaydi. Sababi bu yerda premium kosmetikalarni va Koreyani o'zining kosmetik vositalarini topish mumkin. Asosiy e'tibor dekorativniy kosmetika vositalariga, lekin odam nimagadir kam bo'ladi, chunki narx qimmat va yana boshqa sabablari ham bor. Buni ham video davomida aytib ketaman. Chirchir do'koniga keldik. Aynan Chirchir do'konida ham hozirda juda ham yaxshi aksiyalar bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, ushbu mahsulotlarni ham xarid qilmoqchi bo'lsanglar, obzorni ko'rsatib boraman va albatta portal orqali buyurtma qilishingiz mumkin. Mahsulotlari asosan Yaponiya va Amerikada juda ham mashhur, shuningdek Yevropa davlatlarida. Bu eng ko'p sheydslar, ya'ni har bitta inson uchun individual rang ishlab chiqqan brendlardan hisoblanadi. 40 taga yetgan hozirgi kungacha sheydslar soni. O'zini nafaqat kushonlari, balki uxodovoy naborlari va uxodovoy kosmetikalari bilan ham mashhur. Ular yaqinda o'zligini tarkibida matcha bor bo'lgan uxodovoy kosmetikalarini, tonerlarni chiqarishni boshlashdi. Undan tashqari uni молочкоli toneri yuzni tinchlantirishga, oziqlantirishga, shuningdek yuzga makiyaj ostidan glow skin effektini berishga yordam beradi. Chirchir yengilliklaridan yana biri bu uni ushbu brashlari hisoblanadi, ya'ni yuz uchun rumianalari. Ranglari juda ham chiroyli. Ranglari aktual degan bo'lsak va rangini qanaqa qilib tanlaydigan bo'lsak, ko'proq 21N rangi juda ham aktual va O'zbekiston sharoitida bizni ko'plab qizlarimizga aynan 21N rangi, ivory rangi to'g'ri keladi. Hozir ham ushbu rangini olganman qo'limda buyurtma asosida va men yuzimda ham aynan shu rangi menga yoqadi. Chirchir yuzda yengil yotadi hamda tarkibida SPF bor, quyoshdan ham yaxshi himoya qila oladi. Chirchirdan ham o'zimizga kerakli narsalarni oldik. Endi sayohatimizni davom ettiramiz. Yongdong Theater yonidamiz. Menimcha bu restavratsiyaga yopilgan. Lekin qiziq teatrdan tomosha qilish. O'rinda mana qiziqtirgan mavzuni aytmoqchiman. O'z ahamiyat beradigan bo'lsak, Koreyada Olivyongdan tashqari boshqa do'konlar ham ko'p. Ya'ni kosmetika sotadigan, lekin ko'pchilik aholi, ko'pchilik turistlar aynan Olivyongni tanlashadi va Myeongdong ko'chasida ham boshqa kosmetika do'konlari ham bor. Shu narsani research qilib, har xil ma'lumotlarni Reddit orqali insonlarning fikrini o'qiganimda asosiy sabab qilib yechim keltirilgan. Ya'ni Olivyongga kirsa hamma narsa bor. Ko'rganinglardek health, ya'ni salomatlik bo'yicha narsa bor, kosmetikalar bor va topish oson, hammasini bitta joyda. Qolgan kosmetika vositalari esa unaqa emas. Ya'ni o'ta bir ikkita narsalar bor, bir ikkita brendniki bor, siz yechim qabul qila olmaysizlar. Keyin yana bitta sababi bu to'g'ri originalligi va yana bitta sababi bu muddati, ya'ni mahsulotning muddati. Tez keladi, tez sotilib ketadi. Bu odamlarda mahsulotni sifatiga, yaxshi saqlanishiga ishonch uyg'otadi. Biz kosmetika vositalarini to'g'ri saqlash kerak.
uni to'g'ri joyga qo'yish kerak, bo'lmasa tez yomon bo'lib qoladi va effekti yuzimizga nojoiz bo'lishi mumkin yoki effekti bo'lmasligi mumkin. Olive Young'da bu narsaga ishonch bildirishadi. Showy Marker degan do'konga kirdim. Bu oyoq kiyim sotiladigan markani ilk bor ko'rishim. Bu do'konda Stanley'ni mahsulotlari ham bor ekan. Stanley'ni mashhur qilgan bitta video bor, balki ko'rgandirsizlar. Sotuvi nechidir barobarga oshib ketadi, aynan ushbu videodan keyin. Harakat qilaman hozir shu qismida, videoning shu qismida sizlarga ko'rsatishga. Stanley'ni mashhur qilgan videoni. Koreya davlatiga sayohat uchun kelmoqchi bo'lsanglar, eng yaxshi payt menimcha bu bahor. Chegirmalarni ham inobatga oladigan bo'lsak, bu iyun bo'lsa kerak. Sababi ko'plab do'konlar hozir chegirma e'lon qilishgan va mahsulotlarni xarid qilishga yaxshi imkoniyat. Yana bir kosmetika do'koni. Bo'tga oldin kirgandim, lekin mahsulotlar nimagadir talab yuqori emas. Narx arzon. Olive Young'ni ko'plab filiallari bu markaziy ko'chalarda juda ko'p. Boshqa joylarda ham bor, lekin o'tdagi filiallari nisbatan kichkinaroq. Butun shaharda juda ham ko'p. Hozir mana boshqa Olive Young do'konidan chiqdim. Biroz yurdim. Yana bitta Olive Young do'kon. Vatan Yongdon ko'chasini chekkirog'ida, shuning uchun odam kam bo'lsa kerak. Lekin mahsulotlar chegirmada. Ideal to'g'ri keladigan, shuningdek baryeri buzilgan terini tiklaydigan Estrani mashhur 365 kremni ham chegirmada xarid qilishga ulguringlar. Mana juda ham mashhur, yuzga lifting effekt beruvchi, shuningdek yuzni namlantiruvchi, makiyajdan oldin suralganda makiyajga glow effekt beruvchi ushbu mistlar ham ikkitasi juda ham zo'r narxda. Ushbu mahsulot baholarini Telegramdan yoki Instagramdan yozish orqali aniqlashtirib olishingiz mumkin. Hozir yana narsa olman Olive Young'dan. Mumkin konsepsiya nafaqat go'zallik, ya'ni beauty sohasidagi mahsulotlarga, balki sog'liq uchun ham qaratilgan. Dialba mahsulotlari. Eng yaxshi qora nuqtalarni yo'qotadigan mahsulot bu. Retinoли, Viti Cosmetics'ni ko'z uchun mo'ljallangan, ajinlarni yoyib beradigan ushbu vibratsiyali mahsulotda Dr. Alta 345 kremlari, Abib White'lari barchasini xarid qilishga ulguringlar. Barchasi chegirmada. Mahsulotlarni xarid qilmang. Barchasini birma-bir tushuntirib beraman. Olgan mahsulotlarimni buyurtma qilishingiz mumkin, mavjudlarini. Bu qismda ham odam ko'payishni boshladi. Kerakli narsalarni oldik. Yana yaxshi tarafi Olive Young'ni qanaqadir muammoni etilsa yoki qanaqadir narsa qidirayotgan bo'lsam, so'rasam, topib berishadi. Mana deb bitta olib berishadi, tushunishadi demoqchiman. Men koreys tilini tushunmayman. Ular ingliz tilini tushunishadi. Lekin boshqa filiallarda esa muammo shundaki, tushunishmaydi-da. Men gapirayotgan gapim ingliz tilini bir-birimizni yaxshi anglay olmaymiz. Ko'chaga birinchi marta turmush o'rtog'im bilan kelganmiz. Payt kechqurun bo'lganiga shunaqa qaynagan odam, shahar qaynagan, ko'chada ovqatlar qilishayotgan odam ko'p bo'lgan. Hozir men biroz vaqtli keldim, soat 12. Hozir ko'p joylar yopiq, shuningdek odam nisbatan kamroq. Bir tomonlama yaxshi, lekin bir tomonlama odam ko'p bo'lsa, baribir shaharning vibe boshqacha. Ularda ham ko'p bor.
demak sotishadi kosmetika. Dermatologik kosmetika yoki sertifikatlangan kosmetika vositalari bor. Dengiz mahsulotlari, baliq mahsulotlari. Shirin tayyorlanadi. Ayrim kafelarda baliqni juda ham shirin. Baliqlar. Krevetkalar mana. Mikrofonsuz gapiryapman videoga. Sabab mikrofonni buzib qo'yganman. Bilmayman qanaqa eshitiladi. Hozir ovozim. Borim tortgan tarafi bu, masalan, O'zbekistonda bizda juda ham ko'p manzillarda korzinka ko'p. Korzinka mahalla loyihasi ko'p, makro ko'p. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshab CU, 7-Eleven, GS25 kabi do'konlar ko'p. Kelsanglar albatta yomon maslahat beraman. Mana shu kolani, bu ya'ni suyuq kofeni mana bu yaxga solib ichib ko'ringlar, zo'r bo'ladi. Ayniqsa issiq havoda odamga muzdek vibe beradi. Sizlar uchun o'zimni qurbon qilib sinab ko'raman. Hazil. Misol ichib yotida. Sinab ko'ramiz. Buning uchun o'zini razmeriga mosini tanlaymiz va yaxni o'zini razmeriga mos idishligisini tanlaymiz. Mana shunisini ichib ko'rgandim va meni holatimda shu razmerligi mos. Yana buni zeroligi ham bor va mojito adashmasam Moscato deb yozilgan, bilmayman bu so'zni. Bu qora kofe. Yoki menga shuni so'zi yaxshi. Nima bunisi? Hozir sizlarga vaqtdan unumli foydalanib magazinni obzor qilib bermoqchiman. Bu yerda muz qaymoqlar, har xil muz qaymoqlar. Bizda ham ushbu turdagi muz qaymoqlar mashhur bo'lgan. Bizda ham bor. Men bu ananasni yeb ko'rganimda yoqqan va bu yerda mana bu internetda trend bo'lgan morojeniy bor ekan. Ko'rsatib ketmoqchiman. Mana shu tepaga ochishsa kerak. Mana bu. Buni mazasi internetda reklama qilishgandek emas. To'g'risini aytaman. O'zim negativ gap aytishni yomon ko'raman, lekin o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman. Mazasi internetda reklama qilishgandek emas. Mazasi prosta qanaqadir kremda. Usti ham zarar ichida, tarkibini o'qib ko'rsanglar, o'zi zararli narsalar bor. Shuning uchun menimcha risk qilib yemagan yaxshi. Bu yerda mana bu yotgan narsalarim foydali narsalar. Turistik zonada bo'lganimiz uchun bu yerda juda ham ko'p suvenirlar, batareyalar, salfetkalar, zubnoy cho'tkalar. Yana bitta ahamiyat bergan narsam, juda ham kichkina do'kon bo'lsa ham alohida kosmetika sotiladigan nima desa bo'ladi, qator mavjud. Hozir ham shunaqa. Mana kosmetika vositalari, Neutrogenani, Manioni klinzerlari va boshqa mahsulotlar mavjud. Ichimliklar va barcha mahsulotlar magazin ichida saqlanadi. Bizda Toshkentda esa ko'proq tashqariga qo'yishadi ichimliklarni. Shunchalik insonlar bizda ishonadi bir-biriga, shunchalik halol. Faxrlanaman bu narsadan. Bu yerda mana snacklar va juda ham ko'p ramyonlar, har xil ramyonlar bor. Lekin bularni juda ko'p miqdori cho'chqa mahsuloti bor tarkibida. Shuning uchun bularni yeyish risk. Snacklar. Mana bu yerda ham kimbaplar bor. Mana bu guruchni xamiridan qilinadigan, guruchni aniqroq unidan qilinadigan mahsulotlar bor. Va bu yerda ushbu gimbap uchburchaklar, bu ham rosa ajoyib bo'ladi mazasi. Baliqdan qilingani bor. Mana shu baliqdan qilinganini yeb ko'rgandim. Menga yoqqan. Guruchli bo'ladi, lekin buni internetda retsepti ham bor. Shu retseptiga qarab qilib ko'rish kerak menimcha. Ajoyib narsa-da. Va bu yerda sushilar. Bu yerda yarim tayyor mahsulotlar. Sandvichlar. Va yana snacklar. Yeyishni xohlasam ham bilmayman, yo'mayman. Aytganimdek, ko'pincha ChatGPTga rasmga olib yuboraman yoki ilovalardan so'rayman, halolmi desam, lekin ko'pincha halol emas deb aytadi. Ilovalar ushbu mahsulotlar. Lekin qiziq, yaxshi tarafi ham bor. Mana qiziq narsalar, yangicha narsalar. Lekin bizning do'konlarda ham mavjud bo'lgan narsalar ko'proq. Sut mahsulotlari va ushbu go'sht mahsulotlari.
boshida ko'rganimda alohida e'tiborimni tortgan narsa bu tuxumlari, ya'ni pishgan tuxumlar. Hozir ko'rsataman. Mana pishgan, qaynatilgan tuxumlar, ularni ham olib, chaqib, o'sha yerda o'tirib, yeb iste'mol qilish mumkin va do'konlarda juda ham ko'p yarim tayyor mahsulotlar bor. Masalan, bizda ham bor, chuchvara, manti kabi narsalarni polfabrikat qilib sochadi. Bu yerda ham shunaqa. Talab ham yuqori. Shu kabi mahsulotlarga talab yuqori. Olgan joyimdan ichishda bu gazli mana mamasining ichida buni gazi bor ekan. Menga gazli emas, oddiysi kerak edi. Shuni almashtirib olamiz. Oho, bundan yoki ichmayman. Qachon eriydi, mazasi ham chiqmaydi bu. Qolganlarini o'lchami katta ekan. Pastroqda bo'lsa kerak, kichik o'lcham emas. Ha, mana shu. Tajriba. Demak, agar bunaqa bo'lsa, demak, menimcha pastida qanaqadir tuxumga o'xshagan narsasi bor-ku. Shunga qarab menimcha ajratilsa kerak. Yana ham bilmadim. Is this one is okay? Yeah. Oh, thank you. Oldik, hozir tayyorlaymiz. Yana bitta ahamiyat bergan narsam, mana shu do'konlarga kirganimda menda Union Pay degan O'zbekistonning kartasi ham bor. Aniqrog'i bu Xitoyning kartasi. Lekin bu yerda ham ishlaydi bu karta. O'zbekistonda ham ishlaydi, bu yerda ham ishlaydi. Ichida pullar menga so'mda ko'rinadi, lekin to'lovni fonda qilish mumkin. Yaxshi taraf, agar sizlar ham qilayotgan bo'lsanglar, Union Pay yaxshi tanlov. Pay'mini ham ishlata olasizlar, parallelni va bu yerdan ham foydalana olasizlar. Menda parol so'raydi-ku, bizda O'zbekistonda. Meni ham kartamda parol bor. Shunaqa payt chiqib qolsa parol hayron bo'lib ketishadi. Passport nimadir noto'g'ri qildim deb o'ylashadi. O'zligi it's asking passport deb so'rashadi. Rostlayman. Ushbu suyuqlikni ichiga soldik. O'zi qo'shimcha boshqa ingrediyentlarni ham qo'shsa bo'ladi. Masalan, sutni qo'shsa bo'ladi ichiga, agar sizga yoqsa, ayniqsa qora kofe bo'lsa, menimcha mazasi yaxshi bo'ladi. Tayyorlanishini ko'rganimda shunaqa xulosa kelgandim. Lekin ichib ko'rmadim hali. Mana yopdik qopqog'ini, endi aralashtiramiz va ushbu trubchkani olamiz. Balki ushbu biznesni O'zbekistonda ham qilinsa, sotilsa yaxshi ketar. Tayyor. Endi yo'limizni davom ettiramiz. Mazasi yaxshi ham issiq havoda yoqimli. Shaharning vibe juda ham zo'r. O'zgacha rivojlanish, innovatsiyalar insonni qamrab olgan. O'zim kichkinaligimdan shunaqa YouTube kontentlarni ko'rishni yaxshi ko'raman-da. Ko'pincha Yevropaliklarniki yoki Amerikaliklarning shunaqa kontentlari chiqib keladi. Hozir havasim keladi. Hozir ko'rsam chindan havasim keladi. Shunaqa yuradiganlarga sayohat qilib, o'zini nima desa bo'ladi, fikrlarini bildirib, hozir o'ylab qarasam, o'zim orzu qilgan hayotdaman va shu narsani sirga bo'lishyapman. Men ishonaman. Sizlar bundan yaxshi hayotda yashaysizlar. Ishonaman albatta. Bundan yaxshi nasib qilsin. Hyundai avtosalonlari.
Biz ham ko'chaga chiqsak, mana opamlar shu rasmga qo'yardi. Mazza. Onasi rasmga olsa, bunda sayohat qilsa. Starbucks. Bu hududda o'zim ham ilk bor bo'lishim. Shuning uchun ma'lumot bera olmayman kattaligim haqida. Lekin Myeongdondan to'g'riga ketdim. Myeongdon atrofida, Myeongdon ko'chasi atrofida. Yo'l eshitishsa, albatta keling bu ko'chalarga. Chunki qiziq narsalar bor. Qiziq narsalar ko'p. Hozir men yana bitta narsa olmoqchi edim. Buni oldin Oliviyanga kirganimda so'rasam, aynan mashg'ulot ketayotgan joyimda borligini aytishdi-da. Ham o'tdi. Internet orqali ko'rganimda gift box yutish mumkinligi haqida qo'yilgandi video. Men ko'rishim bilan aytgan edim, men o'sha gift box olishim kerak edi. Hozir maqsad tomon birgalikda ketyapmiz sizlar bilan. Lekin menga yo'li ham nima desa bo'ladi, parallelda. Ya'ni men o'zim ketayotgan yo'l, o'sha yo'ldan baribir yurardim. Bu yo'ldan baribir yurardim men uyga ketish uchun. Bu ko'chaga, bundan adashmasam orqasidagi ko'chaga turmush o'rtog'im bilan kelganmiz. Second hand narsalar sotiladigan joy edi. Odam juda ham gavjum paytida. Hozir esa biroz kamroq. Ben yurgan hudud bu Gwangjang market deylar ekan. Gwangjang market tarafdamiz. Havo juda ham yaxshi va tabiat juda ham chiroyli. Bu narsani eshitishdan charchamayman. Koreyani tabiati juda ham chiroyli. Ko'zni qamashtiradigan, keyin ko'p narsalar insonni harakatlanishiga qulay. Masalan, peshkom yurmoqchimisiz? Peshkom yurishga sharoit yaxshi. Yugurmoqchi bo'lsangiz yugurishga, velosiped uchishga, sog'lom hayot uchun sharoitlar yaxshi. Maqsadimiz tomon, manzilimiz tomon ketmoqdamiz. Yetib o'tganimda qayerga ketayotganimni yaxshi bilmayman, lekin Gwangjang market yozilgan ekan. Bu yerda xuddi bozorga o'xshab kiyimlarni ko'rish mumkin tashqaridan. Hozir kirib ichkarida manzarani kuzatib ko'ramiz. Of Beauty do'koni. Bu yerda ham kosmetika mahsulotlarini juda ham yaxshi narxlarda topish mumkin, qulay narxlarda, lekin men deyarli bilmayman bu yerda sotiladigan mahsulotlarni, qanaqa mahsulotligini, sababi oldin uchratmaganman. Barchasi yangi turdagi mahsulotlar men uchun. Yaxshi bilmayman hattoki tarkibini. Shuning uchun bu mahsulotlar haqida gapira olmayman, ma'lumot ham bera olmayman. Bor kelishim bu manzilga. Kiyimlar, bozor vibe. Kebab deb yozilgan snacklar. Rosa mashhur. Ko'p bora ko'rganman e'lonini va turistlar ko'p bora shu snacklardan olib ketishga harakat qilishadi. Bitta popkalar. Ularni ilk bor ko'rishim. Hello. Sorry. İlk bor arda ko'rishim. Koreyada. Lekin haqiqatdan ham vibe Abu Sakina ipodrom material bozori eslatadi. Jalyuzilar, pardalar. Double Lovers bu ochki do'koni.
Zo'r ochkilar bor. Dizaynlari chiroyli ochkilar. Ichki kiyimlar. Idish tovoqlar, hattoki Koreyaning milliy kiyimlari. Nimchalar, suvenirlar. Bu ham menimcha ularning milliy kiyimiga yaqinroq liboslar bo'lsa kerak. Interesting. Quritilgan mevalar. Bu hudud asosan turistlarga mo'ljallanganiga har xil bo'lsa kerak. Ham ovqat, ham suvenirlar, ham ko'ylak, ham pastel, pardalar. Böyle qiziqligini baliqlar tayyorlashyapti. O'tirib ovqat iste'mol qilishyapti, ovqat qaynatyapti. Kamsahamnida. Mevalar juda ham ko'p va talab ham yuqori ushbu mahsulotlarga. Bitta shirinliklar sotishyapti. Aligan tepada aytmoqchiman. Ushbu quritilgan mevalarga aslida Xitoyda ham ko'p bor aytishadi, talab yuqoriligini. Hozir Aliganning yana bir filialiga keldik. Bu turistik zonada joylashgan. Shuningdek, uni konsepsiyasi asosan Koreya milliy urf-odatlarini, Koreyaning milliyligini eslatadi. Sizlarga birma-bir juda ham noodatiy joyni ko'rsatmoqchiman. Bizda kirishimiz bilan bizani Koreyani qo'l mehnati, matolari, shuningdek ular parfyumlari bilan bezatilgan ushbu antikvarlik kutib oladi. Javon kutib oladi. Juda ham chiroyli manzara. Va bu qismidan bizda ushbu asosan taxtadan yasalgan javonlar, ya'ni milliyligini eslatuvchi zonalar jalb qiladi e'tiborimizni va sizga skin qismini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu yerda biz o'zimizning yuzimizni skaner qilib, hozir Aliviangda o'zimizga mos keladigan aynan sredstvalarni, ya'ni yuz uchun mo'ljallangan skincare mahsulotlarini olishimiz mumkin. Juda ham katta chegirmalar ketayotganligi uchun do'konda odamlar ko'p. Yana Yunavning mahsulotlari albatta juda ham sochga foydali, sochni yaltiratadigan, oziqlantiradigan mahsulotlari, Fino mahsulotlari, Tsubaki Koreyaning o'zida juda ham mashhur bo'lgan shampun, balzamlari soch uchun mo'ljallangan qator oldidamiz. Bu shuningdek yana ham juda ham mashhur bo'lgan va juda ham foydali bo'lgan brendlar mavjud va bu liniya soch uchun mahsulotlar. Vitaminlar, ozduruvchi mahsulotlar, qo'shimcha proteinlarga bo'lgan talab yuqori. Shuning uchun ham bu yerda ham go'zallik, ham sog'liq uchun mahsulotlarni topishimiz mumkin. Bu qatorda ham bizda vitaminlar joy olgan. Bu esa bizda kassa. Roundlab mahsulotlari, ayniqsa toneri va SPF kremlari juda ham mashhur va u yuzni namlantirish, SPF esa yuzni himoyalash bilan yuzga yaxshi ta'sir qiladi. Shuningdek, ushbu mahsulotlarni faqatgina Aliviangda xarid qilinganda, SPF masalan xarid qilinsa, uni kichkina razmerdagi sovg'a sifatida taqdim etiladi va ushbu mahsulotlar ham maxsus chegirmada qabul qilishingiz mumkin. Shuningdek, Anova mahsulotlari ham joy olgan. Anova liniyasida. Va ko'rishimiz mumkin Koreyani o'simliklari, o'ta taxtalari, daraxt taxtalari uni vibe'ini berib, uni atmosferasini berib, chiroyli qilib bezatib qo'yilgan. Bioderma micellar voda Toridin mahsulotlari, Zero mahsulotlari, Arensi.
Skin Food ushbu sabzili pedlari. Ularni ham faqatgina Alivionda aynan katta razmerda olish mumkin. Ya'ni bittaning ichidan ikkita chiqadi. Medihill pedlari. Barchasini narxlarini hozir afsuski aytolmayman hisoblab. Yozib, albatta aniqlashtirib olishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu uchtali seti roundlab SPF-larini. Olivion. Har doim yosh yasha konsepsiyasida qilingan ushbu demak polka ekan. Krem haqida yozilgan, Beautiful Skin haqida yozilgan. Davolovchi mahsulotlar tayyorlovchi, mana prep, ya'ni yuzni tayyorlaydi, xodovoy, ya'ni parvarishlash qismiga kelgan davolovchi mahsulotlar, himoya qiluvchi mahsulotlar va kechqurungi mahsulotlar konsepsiyasida, ya'ni 4 etapli qatorlardan iborat bo'lgan joy. Ya'ni rangi xiralashayotgan bo'lsa, shuningdek sizlarga Glow Skin yoqsa, sizlarga Anvo mahsulotlarini tavsiya qilaman. Medihill mahsulotlari ham va Dr. Alta 345 misklari ham asosan teriga glow effekt berish uchun mo'ljallangan. Undan keyingisi bizda davolashga qaratilgan Son Baby va Village CNP va Dr. Alta mahsulotlari bu asosan yuzida har xil dog'lar bilan qiynalayotgan ayollarimiz uchun mo'ljallangan. Keyingi liniya esa Protect, bu SPF kremlar haqida. Kechqurungi kremlar esa yuzga glow effekt berib, uni namlantiruvchi kremlar. Bu Koreyada mashhur bo'lgan demak vitamin C tarkibli oqartiruvchi, pigmentatsiyalarni ochartiruvchi liniya. Brightening Care, ya'ni vitamin C li mahsulotlari joy olgan bu liniyada. Keyingisi esa bu Dr. Gina mahsuloti. Agar yuzingizda ko'p bora har xil kosmetik vositalarni ishlatganingizdan keyin qizarish, aytishingiz bo'layotgan bo'lsa, yuzingizni tinchlantirish uchun Dr. Gina naborlarini tavsiya qilamiz. Anvo liniyasi. Anvo'ni ko'plab mahsulotlari ham juda ham chegirmada va 1+1 aksiyasida xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, uni kremlarini xarid qilishingiz mumkin. Ichidan toner va krem chiqadi. Agar ayniqsa siz ushbu mahsulotlarni sinab ko'rmagan bo'lsangiz, bu yaxshi imkoniyat. Chunki uni kichkina razmerni qulay narxlarda olib, ishlatib, yuzingizga mos tushadimi, aniqlashtirib olishingiz mumkin. I think they were mostly. Gullarni qaranglar, chiroyliligini. Wow, kaktuslar. Orxideyani ochib turishini. Voy. Tillalar sotiladigan do'kon. Tilla do'konlari. Manzara juda ham chiroyli. Ushbu bog'lar atrofida insonlar zich yashasa yokida qanaqadir bo'sh joy hudud bo'lsa, aynan mana shu tashqarida fitness bilan shug'ullanishga qulay. Chunki har xil trenajyorlar bor tashqariga qo'yilgan. Ko'pchilik shug'ullanadi shu vaqt.
Hozir o'zi uyga yetib borish uchun ikki xil variant bor edi. Bittasi avtobus, bittasi esa metro. Men avtobusni tanlayman agar tanlash kerak bo'lsa. Birinchisi tashqarini, ya'ni manzarani ko'rib ketish imkoni ko'proq bo'ladi avtobusda. Ikkinchisi ilova orqali tekshirganimda avtobus tezroq borishini ko'rdim. Shuning uchun avtobus qulay. 종로 2사입니다. 다음 정류소는 롯데백화점입니다. 웨스트 Markaziy ko'chalardan yuribmiz. Har xil departamentlar bor, har xil mollar bor. Bizda O'zbekiston kabi. Mashhur mollardan biri bu Lotte Department Store hisoblanadi. Bu yerda har xil brendli mahsulotlarni, har xil lyuksoviy kosmetikalarni uchratish, topish mumkin. Bir Namsan shahridamiz. Namsan bu markaziy qismlardan biri hisoblanadi. Bu yerdan biroz yurib, keyin boshqa avtobusga transfer qilamiz, o'zgartiramiz avtobusni uyga ketishimiz uchun. 이번 정류소는 남산 3호 터널입니다. 다음 정류소는 용산 하실 아파트입니다. This stop is 남산 3호 3. 승객 여러분 안녕하십니까? Sorry. Hozir biz Namsan tunnel stansiyasidamiz, ya'ni bekatidamiz. Keyingi avtobus kelishini kutamiz. Bu yerda shuningdek metro stansiyasi ham bor, aynan Namsan nomi bilan ataladigan. Bir qiziq va ajoyib ma'lumot, ushbu tower, ushbu bino Namsan deb nomlanadi. Bu shuningdek osmon jismlarini o'rganadigan observatoriya ham joylashgan ushbu binoda. Albatta Koreyaga kelsanglar, ushbu joyga chiqib ko'ringlar. Juda ham qiziq. Tog' bilan yurib chiqiladi. Xohlasanglar avtobusga chiqsanglar bo'ladi. Lekin manzara Koreyaning manzarasi ko'rinadi aynan ushbu hududdan. Tog'ning atrofidan hiking qilishga ham zo'r imkoniyat. Namsan Tower. Hozir yo'lda taxminan 10 daqiqacha keyingi avtobus kelishini kutaman. Keyin avtobus kelgandan keyin 1 soat uyga yo'l olamiz. Uyga borishga vaqt ketadi 1 soat. Avtobusga chiqib oldik. Alhamdulillah, endi shu bilan to'g'ri manzilga boramiz. Ya'ni uyga. Kam to'xtaydi. Metro ko'p to'xtaydi, keyin odam ko'p bo'ladi. Telefonni zaryadga qo'ya olmayman. O'z telefonimni zaryadga avtobusni. Koreyaning shahri o'rtasidagi juda ham chiroyli ko'p binosidan o'tyapmiz. Gangnam ko'prigi. Afsus, kamera bilan bu go'zallikni yetkaza olmayman. Lekin hayotda chiroylilik. Eng qizig'i biza shu suvni chetiga piknik qilishadigan dedim o'rtog'imni. Shunaqa manzarasi zo'r. Bu tabiat uchun ham ushbu mamlakatga albatta kelish kerak deb o'ylayman.
aytmoqchiman. Koreyada mamlakat sifatida olib qaraydigan bo'lsak, Koreya mamlakati O'zbekistondan 4,5 baravarga kichkina. Chunki O'zbekiston qoldi ancha Koreyadan. 4,5 baravarga Koreya kichkina. Lekin statistika bo'yicha O'zbekistonda mashinalar 5-7 baravarga kam. Lekin bizda probka ko'p. O'tin nisbatan probka kam. Bizdan kichkina mashinasi ko'p. O'zbekiston bizdan Koreyadan katta, lekin mashinasi kam, lekin baribir probka. Aytmoqchiman, asosiy nima bo'ladi? Muammo probka bo'yicha, agar tirbandlik bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, jahon standartini mashinalarning ko'pligida bo'lmasligi mumkin. Asosiy muammo transportlarni infrastrukturasi, yo'llarning infrastrukturasiga borib taqaladi. Jahon tajribalaridan kelib chiqib gapirsak, bu narsani menimcha O'zbekistonga joriy qilish kerak. Aynan shu O'zbekiston bilan bog'liq bo'layotgan, ayniqsa Toshkent, O'zbekiston demaylik, Toshkentda bo'layotgan tirbandlikni shu ma'noda solishtirib hal qilish kerak, yo'llarni ko'paytirib. Koreyada probka bo'lmasa ekan, tirbandlik yo'q ekan demoqchi emasman. Bor albatta tirbandlik. Nisbatan aytolmayman, nisbatan solishtirganda bildirolmayman fikrim. Uyimizga yaqinlashib qoldik. Manzilimizga yetib keldik. Rahmat kun davomida kuzatganinglar uchun, birga bo'lganinglar uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha fikringlarni albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Barchasini o'qib javob berishga harakat qilaman. Rahmat, salomat bo'linglar.